1-iyun bolalarni himoya qilish kuni bilan barcha ota-onalarni va farzandlarimizni tabriklayman. Baxtimizga sog'-omon bo'lishsin. Kunimiz mazmunli, maroqli o'tganini sizlar bilan bo'lishkim keldi. City Mall'dagi Sky Park'ga bordik. Sky Park'ga kirganingizda juda ham chiroyli atmosfera, o'zgacha ruhda tashkil qilingan. Bu parkka birinchi marta borishim edi. To'g'risi menga juda ham yoqdi. Qaranglar, qanaqangi adrenalinga boy kun bo'ldi. Juda ham chiroyli, o'zgacha ruh bilan yasatilgan. Qaranglar, qanaqa shunaqa joylar Jasminaga juda ham yoqdi. Bo'yanishni yaxshi ko'radi, o'ziga qarab borib berib oldi. Undan tashqari baliqlarni ushlash uchun mo'ljallangan juda ham ko'p o'yingohi, o'ziga yarasha chiroyli atmosferasi bo'lganidek hamma narsasi tartib bilan ko'rsatilgan. Bolalar uchun qaranglar, sigirdan sut chiqadi, sutni bolasiga beradi. Farzandlar zerikmasligi uchun hamma sharoitlarni yaratib berishgan. O'zi O'zbekistonimizda yashashimiz o'zi bitta baxt. Qaranglar, undan tashqari maza qilib ichadigan kachelalar bor ekan. Bizga juda ham yoqdi. Undan tashqari bolalar uchun tashkil qilingan o'yinlar va mana shu dumaloq sharik ichida kinozal bor ekan. O'tirib tepadan kinoni ko'rsanglar bo'lar ekan. Qaranglar, 3D formatdagi kinolarni qo'yib berishar ekan. Atmosferani qaranglar, bolalar o'zida yo'q, juda ham xursand, maza qilishyapti. Juda ham yoqdi. Undan keyin bank tomonga yo'l oldik biz. Bank tomonda shunaqa chiroyli atmosfera, bolalar uchun ashula, raqs, tadbirlar, tanlovlar va ovqatlanish uchun lunch boxlar tarqatildi. Farzandlarimiz maza qilishdi. Buning uchun City Mall'dagi Sky Park'iga va Sanoat qurilish bankiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kelajakda ishlariga omad tilab qolamiz.